Assalomu alaykum. G'olibjon Qosimov bugun o'sha Olimpik stadionidan Navbahor hamda Sog'diyona uchrashuvini rasmga tushirdilar. Yarmidan deyarli tushirdilar desa bo'ladi. Chunki boshida komandning fotoli yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Jamoaviy rasmi ulgurmadilar. Endi sabablar bor. 856-sidan kirib bordik, to joylashtirib mashina kirgunicha yo'l probka ekan. Ya'ni probka, hamma yoq probka edi. Xullas, mana shu o'yinda ishladilar va bugungi 3 ta o'yinni tez fikr bildirib ketamiz. Biroz savollar bo'lsa tez javob berib ketamiz. Biroz bugun efirimiz tezroq bo'ladi. Tolib X bitdan yutdi deyapti bittasi. Kecha gap 2-2 deyman va skelet qo'yurmasam degan joyi bor edi o'zi. Yetuvdim-a? Skelet qo'yaman deb yetuvdim shu 2-2 da. Shuning uchun bugun shu joyizni men egalab qo'ydim. Ertangi o'yinlarni ko'ramiz, taxmin qilib ko'raman. Zoir o'shana qilib berasan-a video skelet qo'yib 2-2 deganim. Hozir ketishdan oldin. Hozir qilib ber shuni Zoir. Efir to'xtab pauza qilib. Tezkor studiyadan qilib beradi Zoir. Xo'p, birinchi ikkita o'yin, ya'ni 19:00 da boshlandi. Navbahor Sog'diyona hamda Nasaf Lokomotiv. Eng qizig'i Navbahor ham Nasaf ham o'z maydonida o'ynamadi. Navbahor Vodiy jamoasi Toshkentda o'ynadi, Qashqadaryo jamoasi Vodiyda o'ynadi. Faqat Dinamo OKMK bilan o'z maydonida Samarqandda o'yin o'tkazdi. Navbahor Sog'diyona o'yinida nimalarni ko'ra olmadik biz televizor orqali? Gollarni ko'rdik, boshqalarni ko'rdik. Nimalarga e'tibor olisizki, muxlislar ko'rmadi shuni? Xo'sh, o'yinga keladigan bo'lsa, Navbahor o'yinda ustunlik qildi. Ya'ni o'yinni nazorati Navbahor dedi. Birinchi bo'limdan keyin men taxminim bo'yicha ikkinchi bo'limda bitta gol urib yutib ketsa kerak Navbahor deb o'ylagan. O'yindan kelib chiqib, o'yin nazorati Navbahor dedi, lekin Sog'diyonada Lupchi Doriyev degan o'yinchi bor. Bu Lupchi Doriyev tan olish kerak, oxirgi 2-3 mavsumda O'zbekiston chempionatida individual eng kuchli futbolchi. Menimcha individual bundan kuchliroq futbolchi Superligamizda oxirgi 2-3 mavsum bo'ladigan bo'lsa, haddan tashqari individual juda ham kuchli futbolchi va bugun ham o'sha bitta epizodi bo'ldi, vaziyat bo'ldi, o'sha vaziyatni urib ketdi. Bu juda ham kuchli-da, bu bitta vaziyat bo'ldi, shuni urib ketdi. Lekin bitta narsa alohida ta'kidlash kerakki, Sog'diyona jamoasi futbolchilari oxirigacha kurashdi. Juda nima desa bo'ladi, o'sha bilib kelyapmiz, ya'ni Bakayev kelgandan keyin 2 marta 2-0 hisobda oldiga bora turib qo'ldan chiqarib yubordi. Bittasi 2-2 bo'ldi, o'tgan turda 2-3 qizib qo'ydi hatto. Ya'ni shunaqa davr bo'lyapti. Ya'ni qanaqadir chuqurlikka tushib qolgan jamoa hatto bir emas, ikkita to'p farqi bilan oldinga chiqib qolsa ham ushab qola olmayapti. Ya'ni o'sha narsadan qutulish uchun o'zi kechurdi, ya'ni 70 mi 71 da urdimi, kechurdi golni va juda ham oxirigacha harakat qildi Sog'diyona futbolchilari. Lekin o'sha baribir Navbahor o'z niyatiga yetdi. Hisob tenglashtirgandan keyin Sog'diyona markaziy himoyachi Islom Qobilov juda ham jazavaga tushdi, juda qattiq asabiylashdi. Bu balki translyatsiyada ko'rinmagandir, maydon chetida ko'rindi. O'tkazib yuborgan goldan keyin, o'yin tugagandan keyin juda qattiq, o'ta qattiq kuchli asabiylashdi Islom Qobilov. Ya'ni shuni Islom Qobilovning emotsiyalarini o'zi aytib turgan ediki, Sog'diyonani futbolchilari uchun ham g'alaba naqadar muhimligini, ya'ni o'sha chuqurlikdan chiqib olish uchun bu narsani o'yindan keyin matbuot anjumanida Bakayev ham aytdi. So'zi biroz yamaga tushib qolganmiz, ya'ni o'sha psixologik yami, o'shanda chiqib olishimiz kerak deb. Shu sabab ham bu jamoaga juda ham zarur edi, misol uchun g'alaba. O'sha his qilib turdi futbolchi, ya'ni g'alaba qo'ldan chiqqanini bilgach juda qattiq asabiylashib jazavaga tushdi. Va o'sha Bakayev o'yindan keyin qaysidir ma'noda o'sha hamkasbimiz Abdulloh savol berdi. Nimaga o'sha hatto ikkita to'p farqi bilan oldida bora turib ham ushab qola olmayapsizlar? 2 martalab bo'ldi shu narsa deganda, balki katta ehtimol bu jismoniy holat bilan ham bog'liq dedi Bakayev. Ya'ni matbuot anjumanida ochiqchasiga aytib o'tdiki, men qishki yig'inlarda jamoa nima bilan shug'ullanganini bilmayapman, nima bilan shug'ullangan bu o'zi jamoa qishki yig'inda nima qilishgan bo'ladi degan ma'noda gapirdi. Ya'ni jamoadagi futbolchilarning jismoniy holati juda yomonligi, qoniqarsizligi haqida gapirdi Bakayev matbuot anjumanida. Qishki zborda o'sha keraklicha yuklamalar olmagan, jismoniy holatda muammolarimiz bor deb aytib o'tdi. Balki o'sha tanaffus paytida, tanaffus yuzaga kelganda Bakayev o'zi o'sha kerakli yuklamalarni berib, jismoniy holatini sal bo'lsa ham o'ziga keltirib olsa kerak jamoani. Balki. Savol beribdi, Navbahor Sog'diyona o'yinida birinchi golga munosabati ila debdi. Birinchi gol demak Lupchi Doriyev ekan.
Yo'q, Lupcha Doriyev golini yetishmayapti. Men tushundim. Offside bo'lgan epizod. O'sha yerda Filipovich hisobni ochgandi. Filip Ivanovich. O'sha epizodda 4 minut ko'rdi bari. Telefonda takroriy lavhalarni ko'rdik. Endi katta monitorda ko'rish imkoni bo'lmadi. Telefonda ko'rdik va o'sha epizodda to'p oshilayotganda Ivanovich o'yindan tashqari holatda edi. VARdagilar uzoq vaqt 2-3 daqiqa ketdi shekilli VARga. U yerda ular 4-raqamdagi Islom Mamadkaziyning to'pga tegdimi yo'q shuni tekshirishdi. Sababi agar Islom Mamadkaziyga to'p tekkanida ofsayd inobatga olinmaslik, ofsayd bo'lmaslik gol hisoblanadi. O'sha Mamadkaziyning to'pga tegdimi yo'q shuni 2-3 daqiqa tekshirishdi va telefonda ko'rganimizda ham men uchun ham to'p tegmaganga o'xshadi. To'p tegmaganga o'xshab tuyuldi. Telefonda takror lavhalarni qayta kirib ko'rdik, o'sha YouTube'ga kirib tegmaganga o'xshadi men uchun ham. Endi hozir katta televizorda yana bir ko'rish kerak, lekin o'sha epizodda chunki endi var 2-3 minut bo'lib ketdi-yu. 2-3 minut bekor o'tirib YouTube'ga kirib biz ham takror lavhalarni ko'rdik, o'sha yerda o'tirib tegmaganga o'xshadi. Ya'ni Mamadkaziyga tegmagani uchun ham ofsayd bo'lib hisoblanmadi. Agar Mamadkaziyga tekkanda ofsayd bo'lmagan bo'lardi. Lekin agar Mamadkaziyga tegmadimi, 100% ofsayd. Ancha kamida 1 metr oldida edi Ivanovich to'p oshilayotgan pallada. Shuning uchun hisoblanmadi o'sha epizod. Hop, Temur Kapadze Baqoyev va Sug'diyonga qarshi o'yinlardagi yaxshi statistikasini davom ettira oldi. Ya'ni Transfermarkt portaliga ko'ra Baqoyev Sug'diyonga qarshi 5 ta o'yin o'tkazgan edi. Bugungi kunga qadar bosh murabbiy sifatida bitta g'alaba, 4 ta durang bor edi, ya'ni yutqizmagandi. Bugun 5-durang qo'lga kiritildi, ya'ni yutqizmadi. Ketma-ket 6-o'yindagi yutqizmayapti. Baqoyevga qarshi, aynan Baqoyev boshqargan jamoalarga qarshi 4 ta o'yin o'tkazgan ekan. Shu paytgacha 3 ta g'alaba, bitta durang bo'lgan ekan. Endi demak, Olimpik safida 4 ta o'yin o'tkazgan ekan. Umuman yutqizmagan ekan. Olimpikda qaysi mavsum yodimda 2-2, 3-3 o'ynalgan. U yoqda ham, bu yoqda ham Jasur Jaloliddin birinchi davrida qizil olgan Jizzaxda. Bitta o'yin esingizda bo'lsa, ochilish bo'lgan Jizzaxda. Ochilish emas, 110 yillik. Shunaqa 2-2 nimadirlar bo'lib ketgan edi. Plus shunaqa bo'lgan. Keyin yana bitta jihat juda ham asabiy o'yin bo'ldi bugun. Navbahor Sug'diyoni o'sha ayniqsa ikkinchi bo'limda ikkinchi yarmi juda ham asabiy o'tdi va bitta narsaga e'tiborimni tortdi. Navbahor hisob tenglashtirgandan keyin juda katta kuch bilan oldinga o'tdi Navbahor, ya'ni yutib ketishni maqsad qilib yana oldiga bosim o'tkazishni boshladi. Sug'diyon darvoza soldi va bitta epizodda o'sha Mamadkaziyning bosh bilan zarba berdi, noaniq ketdi. Ya'ni darvozabon to'pni o'yinga kiritish kerak. O'sha epizodda Bakayev ham yon chiziqda turib darvozabon chaqirib nima qildi, ya'ni o'zini o'yinni sovutish kerak edi va o'sha epizodda ochiqchasiga o'yinni sovutdi Sug'diyon futbolchilari. Ya'ni demoqchi bo'lganim, yana o'tgan turda ikkita to'p farmonli yutqizib qo'yganida, bugun ham yutib turib, oxirida yutqizib qo'yishdan cho'chib, ya'ni baribir jamoa cho'chib qoladi. Bu tabiiy holat. Endi ketma-ket siz hisobda oldinda borib durang o'ynasangiz, yutqizib bersangiz, cho'chib qolasiz va shuning uchun o'yinni sovutishni afzal bildi va o'sha epizodda aynan o'sha epizodda bo'ldi shekil. Ikkita o'yinchi oyog'ini cho'zib yotib oldi, maydonga o'tirib oldi. Shifokorlarni chaqirib va tan olish kerak, o'sha epizodda Sug'diyonni o'sha futbolchilar maqsadiga yeta oldi, ya'ni o'yinni anchagina sovutib olishi. Va agar sovutmaganda xuddi o'sha Lyon Emi o'tgan yil bo'lgan o'yin bor edi Yevropa Ligasida, 2-4 yutqizib turib 5-4 yutib ketgan Emi. Oxirida Lyon sovut olmaganda o'yinni bosib tashavergandi, yutib tashagan. Shunaqa o'yinga qarab ketayotgan edi. Navbahor juda katta kuch bilan, juda qattiq bosim qilayotgan edi. Tushundiki, murabbiy o'sha Bakayev o'yinni sovutish kerak, bo'lmasa yana ikkinchi golni o'tkazib olish ehtimoli bor edi. Chiroyli qilib o'yinni sovutish. Hech Emi yutqizgan o'yinlardan ham misol keltira olasizmi? Qachondir? Ha. Oxirgi marta qachon yutqizdi? Yaqinda Litskiy yutqizib qo'ydi, palakat. Xo'p, Superligaga qaytamiz. Navbahor bugungi durangdan keyin 19 ochko bo'ldi. 9 ta o'yindan keyin 3-o'rinda hozircha. Lekin ertaga Bunyodkor o'yini bor. Bunyodkor agar g'alaba qozonsa, ochkolar bo'yicha yetib oladi. Agar yirikroq yutsa, hattoki to'plar farqiga ko'ra oldinga o'tib ketishi mumkin. Sug'diyonida esa vaziyat og'ir, 15-o'rinda jamoa 6 ochko bilan. Undan pastda faqatgina hozircha umuman ochko qo'lga kiritmagan Mashal turibdi, 16-o'rinda. Undan tepada 7 ochko bilan Andijon bormoqda. Andijon ertaga
Bunyodkorga qarshi o'ynaydi. Aynan mana shu o'yin, ya'ni ikkita hozir Navbahor va So'g'diyonaning potensial qo'shnilari ertaga o'zaro o'ynashar ekan va qaysidir jamoa balki ikkalasi ham ochko yo'qotishi mumkin.